Biz bugungi darsimizda Adobe Premiere Pro'dagi uyg'urish xatningki ulanmaslik masalasini hal qilamiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mushaqlarning xayrlik bo'lsin. Biz bugungi darsimizda Adobe Premiere Pro'dagi uyg'urish xatningki ulanmaslik masalasini hal qilamiz. Qandoqdir birlikda Premiere ochaylik. Ko'rayotganinglardek Adobe Premiere Pro'ni ichib bo'ldik. Hech bo'lgandan keyin biz tanishishdan ilgari xat yozib ko'rib boqaylik. Ko'rayotganinglardek harflar ayrim-ayrim, ya'ni ayrilib yozilyapti. Biz undan sonra birlikte tanışaylik. Aldı bilen edit kirib, bu yerden preferences kirib, bu yerden graphics kirimiz. Kirgenden keyin bu yasama şekilde içildi. İçilgan vaqtda biz merdeki ikkinchi tanlamni tanlaymiz. Merdeki South Asian and Middle Eastern deganda tanlaymiz. Tanlagandan keyin bu şekilde chiqadi. Qarasanglar merde left to right, right to left. Yani yozilgan tekstning o'zi o'ngdan so'lg'imi yoki so'ldan o'ng'imi bu şekilde chiqadi. Biz buni right to left qilamiz, ya'ni o'ngdan so'lga qilamiz. OK'ni bosamiz. Bosgandan keyin hamda biz qaytadan isbaqaylar. Ko'rayotganinglardek xat normal yozildi, mana Uyg'ur deb yozildi. Biz bu yerdan buningki fontlarini tanlasak bo'ladi, mana. Ko'rayotganinglardek bu şekilde normal yazışını görüp çıkan bulduk. Bundan sonra dersimiz müşahede olsun. Texim köp qarindoshlarning foydalanishi uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun kanalımızga ergishishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.